27 avgust kuni BuzzFeed xabarlar tori Sharqi Turkistondagi lagerlar haqida yangi tekshirish maqolasi e'lon qildi. Mazkur maqolada Google sun'iy hamroh ko'rinishlari ustidan ilib berilgan tekshirish va lager shohidlarini ziyorat qilish natijasida 2017 yildan buyon rayonda yasalgan 260 dan ortiq lager qurilishi tepib chiqilgan. Ularning bayqishicha, Xitoy doiralari dastlabda koni maktab binolari va hukumat binolarini tutib turish o'rni qilib ishlatgan bo'lsa, keyin tutqun ko'lamining kengayishi natijasida 6 oyga yetmagan vaqt ichida zo'r ko'lamli lager qurilishlarini bino qilib chiqqan. Bundan sirt yana lager ichida zavod korxona qurilishlarga ko'plab ilib berilgan bo'lib, u majburiy emgakning keng doirada yo'lga qo'yilayotganidan darak beradigan. Diqqat qo'zg'aydigani, bu qurilishlar davomli silinmoqda ekan. Ularning bayqishicha 2019 yilining beshida ishchilar Urumchining janubidagi Davanchangga joylashgan lagerni kengaytirish uchun yer tozalashga boshlagan. Davanchangdagi lager aslida cho'ng lagerlarning biri bo'lib, u 2018 yili oktyabrda 32500 odam sig'adigan ko'lamga ega bo'lsa, keyin qo'shilgan 2 lager binosi sayesida u sig'imi 40 ming kishidan oshadigan lagerga aylantirilgan ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Norvegiya ziyorati har soha kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklarning o'rta qarshiligiga duch keldi. Bir haftalik Yevropa ziyoratini boshlagan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 26 avgust Gollandiyada ziyorati bo'lgan mezgilda Yevropa Sharqi Turkiston Maarif jamiyati yetakchiligidagi Uyg'urlarning qarshilik namoyishiga uchirgan edi. 27 avgust Wang Yi Norvegiyaga qadam besishdan ilgarila Norvegiya matbuotlari ko'plab maqolalar e'lon qilib, Xitoy Norvegiya iqtisodiy hamkorligining Norvegiyani texmo ilgirlagan holda Xitoyga beqindirish rolini o'taydiganligini ilgari surishgan. Hamda Xitoyning Uyg'urlar, Hong Kongliklar, Tibetlarga silayotgan zulmini Norvegiya hukumatining nazardan saqit qilmasligi lozimligini ta'kidlashgan. Norvegiya Uyg'ur komiteti xodimlarining bildirishicha, ular 26 avgust kuni Norvegiya Tashqi ishlar ministrligining Osiyo ishlari bo'limiga xat yozib, Xitoyning jazo lagerlari va irqiy qirg'inchilik siyosati, Uyg'ur ayollarga yurgizayotgan majburiy tug'maslik operatsiyasi, majburiy emgak, Uyg'ur farzandlarining ota-onasidan ayrilib xo'rlanish masalasi, chet eldagi Uyg'urlarning nazorat qilinish masalasi qatorliqlarni bu qitimqi Norvegiya Xitoy suhbatida o'tirg'i qo'yishini talab qilib, ijobiy javobga erishgan. Norvegiya Tashqi ishlar ministrligining Osiyo ishlari bo'limi bu masalalar bizning kun tartibimizda deb javob yo'llagan. Xitoyning Janubiy Xitoy dengiziga boshqarilgan bomba etishi bilan Amerika va Xitoy orasidagi jiddiychilik kuchaydi. Tramp hukumati Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishliq rayonga harbiy asliha qurilishga yordamlashgan Xitoy shirkatlarini embargo tizimligiga kirgizishi bilan tang Xitoyning Janubiy Xitoy dengiziga 4 boshqarilgan bomba otganligi o'tirg'i chiqdi. Bombalarning Xaynan bilan Parasil orollari orasiga tushganligi va Amerika aeroplanlarining Xitoy dengiz tavalligiga yaqinlashishidan keyin qo'yib berilganligi bildirildi. Amerika dengiz armiyasi generali Scott Conn Amerikaning rayondagi barliq tahdidlarga javob berishga tayyor ekanligini bayon qildi. Yana bir tarafdan Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Wu Chen axborot e'lon qilib mundaq dedi: Biz Amerikaning gapiga asosan harakat qilmaymiz. Shundaqla Amerikaning masala keltirib chiqarishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz Amerikaning ikki taraf orasida kuchaygan harbiy jiddiychilikning ijobiy muhitga erishishiga foydali qarorlarni chiqaradiganligiga ishonamiz. Amerika 25 avgust u 2 josuslik aeroplanlarini Xitoy dengiz tavalligiga yaqin joydagi uchish cheklangan rayonga avatgan edi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Rossiyaning harbiy mashinasi Suriyadagi Amerikaning harbiy mashinasiga so'qilib, 4 Amerika askarlarining yaralanishiga sabab bo'lgan voqeaga Rossiyaning mas'ul bo'lishi kerakligini aytdi. 5 burchaklik binoning bayonotchisi Jotakan Hoffman Rossiyaning sharqida yuz bergan voqea haqida yozma bayonot e'lon qildi. Hoffman bayonotida mundaq dedi: Seshanba kuni Rossiya qismlari Suriyada to'qnashmaslik qoidasiga xiloflik qilib, Amerika harbiy a'zolariga qasddan va ig'vogarchilik bilan yaralandirdi. Biz ruslarga ularning harakatining xatarlik va qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini yetkazdik. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi amaldori CNN kanalining ziyoratini qabul qilganda Rossiya mashina atirtidan kelgan mashina qasddan Amerika armiyasiga tava mashinaga so'qildi dedi.
Rossiya bo'lsa Amerika askarlarining Rossiyaning Suriyada chorlash elib berishiga to'sqinlik qilganligini va bu qatnash liniyasining Amerika tarafga oldin e'lon qilinganligini o'tir qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Gretsiya bosh ministri Kyriakos Mitsotakis bilan telefonda so'zlashdi va Sharqiy O'rta dengiz masalasida ikki davlatni o'zaro dialogga chaqirdi. Aqsaroyning muavin bayonotchisi Jotteer yozma bayonotida prezident Trumpning Mitsotakis va Erdo'g'an bilan ayrim telefonlashganligini aytdi. Her ikki uchrashishda Trumpning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshlari bo'lgan Gretsiya bilan Turkiya orasida Sharqiy O'rta dengizda kuchayotgan jiddiychilikdan andisha qilayotganligini aytganligini bildirildi. Bayonotda Trump Gretsiya va Turkiyaning ixtiloflarni hal qilishning birdan-bir yo'li bo'lgan dialogga qaytishi kerakligini yana bir qatim ta'kidladi deyildi.